Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ashibga berayotgan ko'pyo'limizni tuzatdik. Immer gaz yonmayotgandi. Birinchi o'sha yerda datchikanizatsiya tekshirildi. Bunda emas ekan, keyin первичный, вторичный klapanlar, katushkalar tekshirildi. Ulardan ham emas ekan. Bu yerda katushka modulyatsiya, ya'ni mana bu ishlamay turgan ekan, shuning uchun selik gazovoy klapanni almashtirishga to'g'ri keldi. Shuning uchun buni almashtirdik. Hozir chotki ishlayapti. Hozir gradusini ko'tarib qo'yamiz, yonadi. 70 ta qo'yamiz. Mana xullas katolimiz yondi. 75 ga qo'ygandim. 50 gradusda yondi. Mana hozir maksimalniga chiqdi. Hozir mana bu 70 ga yaqinlashgan payti minimalkaga tushadi. Shu vazifani mana bu gazovoy klapandagi katushka modulyatsiya bajaradi. Olovni pasaytirib ko'paytiradigan narsa shu bo'ladi. Mana pasaytirdi. Kerakli gradusga yaqinlashgan payti olovni pasaytiradi. Mana